Demak, siz singizni ataylab yig'latar ekansiz-da. Endi bu yaxshi ishmi? Men o'zimga kerakman-ku. O'zim xursand bo'lsam bo'ldi-da. Boshqalar bilan nima ishim bor mening? Siz dunyoda umuman ishtonini eplab kiyolmaydigan odam bilan taniysizmi? Yo'q, tanimayman. U meni singlim. Singiz bormi? Ha. Singlim hamma narsaga aqli yetadi, bitta ishton kiyishga aqli yetmaydi. Oyim har kuni singlingga qarab tur deydi, lekin men birinchi yaxshi o'ynab o'tiradi. Agar oyimda sekin ketib qolganini bilsa, yig'lagis kelmasa ham yig'lab, kuchanib yig'laydi. Keyin oyim qo'rqib ketadi. Bir narsa qildingmi deydi. Yo'q, men hech narsa qilmadim deyman. Ha, ishtonini kiyishiga yordam bersangiz bo'ladi-ku. O'zi kiyish kerak, 9 oylik-ku.